Aldın qetim mao pidigenni 3 asası gol boyunca yetiştiriş usulunu kıskaça tonuştuğandım. Bu 3 asası golni 3 terekni koyuş arkalık 3 terepke ösüdüğün kılıp mındaq bağlap östedim. Ondan keyin pidigenden hosul ağa vaqtida qandaq şekilde hosul aldığanlığımızını mı tonuştuğandım. Şu vaqtida mao bir misalni keltirgen. Asası goldan tushgan mahsulotni shu o'rindan kesiblam mahsulotni olamiz dedik. Undan keyin tarmoq goldan, ya'ni yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan tarmoq g'o'l. Mushuni misolga olgan tarmoq g'o'ldan tushgan pidigan tushgan o'rinning ustidagi yo'pirmoqni shu üstüdüllam kesip üstünü to'xtatamiz degandik. Şu yerdan kesib o'tgan. Undan keyin bu pidigan tushgan o'rinning tövenidagi yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan g'o'lni kesib evitimiz. Uning ostidagi yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan g'o'l shu bet qoldiramiz degandik. Şu vaqtida qoldirgan pidigan mana hozir üzgidek bo'lib qopti. Bunun üzüdüğün vaqtida, mahsulot aldığın vaqtida mushu pidiganninki tushgan o'rinning tövenidagi yo'pirmoqning biz qo'ltig'ini ilib etdik degan o'rindan mana mush o'rindan kesib mahsulotni olamiz. Mao o'zidan kesib emas, mush o'rindan kesib mahsulotni olamiz. Şu vaqtida bunun ostidagi mushu yo'pirmoq qoladi, mayo bir yo'pirmoq qoladi. Undan keyin bunun ostidagi yo'pirmoq va uning qo'ltig'idan chiqqan g'o'llar qolib qoldi. Shuni bu yerdan kesib evatgandiki mao yondosh g'o'l bu yerdan o'sib chiqadi, o'sib chiqib mushunga o'xshash pidigan chechaklab tushadi. Yana mush qoida bo'yicha kesimiz. Yondosh g'o'ldan tushgan mahsulotni mana mushunday olamiz. Şunun bilen bu davamlıq bu şekilde mahsulotni ağıl buldu. Endi mayaga qarsak, yana bir asası g'o'l mana yana bir asası g'o'l mayaqdagi asası g'o'ldan mana mapi deganmi üzgüdek bo'lib chiqib qopti. Buni mishadillam kesimiz. Hozir men mundaq kessam yerga to'kil tushadi. Men bir qo'limda telefon, bir qo'limda qachi o'g'anlik uchun men faqat mush ko'z tushish uchun mushtaq ko'z tutib qo'yib turay. Mana asas g'o'ldan tushgan pediganni o'zini kesib olamiz. Endi mushuning qishidagi mana yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan yondosh g'o'ldanmi mana endi chechaklab meyadan tushadi. Meyadaki bir yandaş oldu mana. Ma yandaş oldu. Pidigen mana meyadan içilip düşüptü. Muşunun üstüdeki yo'pirmoqni qoldirib ma o'rinda kesib o'tamiz mana. Mushtaq qilsak mao pidigen tez yo'g'raydi. Bu biz üzgüdek bo'lgan vaqtida mana ma o'rindan kesib mahsulotni olamiz.